Getay devizmi avtoshkolaga deb bu videoni boshlagan bo'lardim, lekin avtoshkolalar atmen bo'ldi. O'zimcha men Pinterestda mana shunaqa obraz ko'raman dedim yomg'ir yog'ganda. Birinchi yomg'ir ham yog'di, lekin men hali ham bu luk qilganim yo'q. Kedinglar hozir sizlar bilan birgalikda shu luk qilamiz. Aynan shu plashimni storamda qo'yganimda ko'pchilik so'radi. Men akkauntlarni admin qilib qo'ydiraman. Ishonsanglar hozir yangi tovarlar kelganlar har xil kirib ko'rsanglar o'zingizlar yoqtirib qolasizlar. Zo'r tovarlar bor, ular juda ham arzon. Kedinglar endi lukka qaytamiz. Birinchi bo'lib shu shimimni kiyib oldim. Tepasiga mana shunaqa qora vodolazka kiyib, ustidan yana mana bu oq kiyib olaman, chunki bizda sovuq bo'lsa juda ham sovuq bo'ladi, bilasizlar. Bu o'zimcha perexod qilmoqchi edim. Kamerani ochib yopganim hisobiga bu yerda xar bo'lib qolibdi. O'zimcha tinib olman deb zo'r qilaman, bitta o'zimcha videoda olib yotdim. Keyin ko'rib qoldim-da, keyin to'g'rilab oldim. Tumachalarim zolotiste bo'lgani uchun zolotiste straight taqib oldim-da, keyin ustimga endi kojunni plastik kiyadigan payt keldi qizlar. Obrazda tochkasiga yetib keldi. Вот. Endi shu joyda obrazga baho berib ketishinglar kerak bo'ladi. 10 dan 10 ball berib ketinglar. Men uchun 10 dan 100 bo'ldi. O'zimga juda ham yoqdi. Endi oyog'imga ham kiyib olaylik dedim. Mana shu oqimni kiyib oldim. Bu sportivniy look bo'ldi. Endi bu yerda ochkilar, kofilarni olmasak bo'lmaydi. Bu obrazga, bu lookka mana shunaqa yurish yarashadi deb kofichalarni olib oldim-da. Vala qizlar obrazimiz tayyor. Sizlarga obraz yoqqan bo'lsa 10 dan 10 gacha baho berib ketinglar.